Farg'onada 80 ming so'mga elitli dachada dam olish mumkinligini bilamisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring, men shart-sharoitlar bilan tanishtiraman. Qani ketdik ichkarida xonalarni ham ko'rib chiqamiz. To'g'ri, bu yer kattalar uchun spalnya ekan, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda faqat yozda balki qishda kelishingiz ham mumkin bo'ladi. Zimniy oshxonasini ko'rib turibsiz. Balandlikdan qo'rqmaydiganlar uchun ikkinchi qavatdagi xonalar bilan tanishamiz. Ikkinchi qavatda esa bolalar uchun yotoqxona va mehmonxona ham mavjud. Bu yerda PlayStation'ning ham eng so'nggi modeli bo'lib, do'stlaringiz bilan kelib, miraqa qordoq chiqarib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik. Bu yerga oilaviy va do'stlar bilan kelib 12 kishi 80 ming so'mdan maza qilib dam olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu joyning zakati Farg'onadan atigi 15 daqiqalik yo'l va joylaringizni band qilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Menga o'xshab bunaqa dachaga yolg'iz kelishni xohlamasangiz, bu videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying, hammasini to'plab kelib, bunaqa arzon elitli dachada maza qilib dam olib keting. Foydali va qulay lokatsiyalarni kutib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.